Mana shu buyurtmani bitirsak, ishimiz besh bo'ladi o'g'lim. Bitiruv oqshomiga ham kim qilib beraman. Nima deding o'g'lim? Rostdanmi dada? Albatta. Ura! Qani usta. Hop. To'xta. To'xta hozir. Alo. Eshitaman. Anvar aka, uzrli holat. Sizga bu oy pul bera olmas ekanman. Mayli, buyurtma pulini to'liq bergandan keyin olarman. Sal xijolatdaman aka, to'g'ri tushuning. Ha, bo'p turadi. Mayli. Короче, bola eshitamiz. Bitiruv oqshomda men, Sanlaziz, Miron, Dilshod limuzindan tushib kelamiz. Instagram uchun bomba kontent bo'ladi. Mana shu ideyangni menga yo'q. Bitiruv oqshomini yondiramiz lekin. Ey bolalar, menga dadam italyanskiy sushi olib beradi. İtalyanski? Anvar? Qo'yil qolmadimi senga lekin? Nega o'g'lingga bitiruv kechasiga borishga ruxsat bermading? O'zi bir marta hayotda maktabni bitirayotgan bo'lsa. Bugunni qayerdan topding? Ha, Rustam, nima qiladigan bilding? Men bitiruv oqshomiga kela olmayman deb aytdi. Dadamga yordam berishim kerak dedi. Mayli, yana o'zing bilasan. Yur. Voy, qani kiychi o'g'lim ki. Oy bu judayam yarashdi. Dadasi yarashdi ha. Loppa loyiq. Bunichi dadang bir marta kelgan to'g'rimi? Ha, bir marta kiyganman. Oynaga qara. Mana, o'g'lim, bu stilchi modadan qolmaydi. Voy, to'g'ri aytyaptilar dadang. Voy, yarashganiga qaranglar buni. Bitiruv oqshomiga kiyasan ha bola? Kiyasanmi? Yaxshi. Kiyaman. Voy, dadasi kiyadi. Judayam yaxshi. Zo'r odamlar ekan. Voy, o'g'lim, ovqatlanmaysanmi? Qorin to'q ona. Hormasinlar, Anvar aka, assalomu alaykum. Alaykum. Mana bu aka kechiktirilgan omonat, uzrlik. Lekin aka qo'lingiz dard ko'rmasa, ishingiz gul. Bizga yoqdi. Sizga yana buyurtma olib keldim. Mana bu avans. Ertaga ishxonaga o'tsangiz, razmerlarni olib olasiz, ha? Rahmat akajon, kutaman. Rahmat aka. Aynimo. Olamizmi? Olamiz. Oyi, kitob daftarlarim qayerda? Voy, bu yarashganini puli. Endi borasanmi? Sizlardan yaxshi ko'raman. Onasi, Labay. o'g'limiz ulg'ayibdi. Otasiga o'xshab, tilmenda. Voy, salom gapirur.